Bo'ling oyijon, nimaga? Oyijon? Nega xijolat bo'lasiz? Nega yig'laysiz? Iltimos kelin, meni bu ahvolimni o'g'limga aytmang. Men o'g'limdan uyalaman. Nega uyalasiz oyi? Axir erimni bolaligida ishtonni ho'l qilib qo'yganda, axir siz qaragansiz, siz tozalagansiz. Nega endi men juft halolim oyisiga qaramasligim kerak? Oyi, siz hech ham xijolat bo'lmang, xo'pmi? Marfat? Oyijon, turdingizmi? Ha, turdilar. Biz hozir chiqamiz. Siz borib turavering. Oyijon, keling. Yuring. Qo'ying, qaramang hech narsaga. Hech ham xijolat bo'lmang, xo'pmi oyijon? Labi oyi, chaqirib turibsiz, tinchlikmi? O'g'lim, ukalaringga qo'ng'iroq qilsang, ertaga hovliga kelishsin. Sen esa meni olib borib qo'ygin uyimga. Tinchlikmi oyi? Nega bunaqa birdaniga ketaman deb qoldingiz? O'zi kechagina keldingiz-ku? O'tiring, yana ozgina mehmon bo'ling. Mayli bolam, uyga bora qoling. Bizdan xafa bo'lmadingizmi oyi ish qilib? Ha, yo'q bolam. Sizdan nimaga xafa bo'lar ekanman? Meni kech tutmay uyimga olib borib qo'ygin, xo'pmi? Ilohi omin, tan sog'lik, xotirjamlik bo'lsin. Mayli. Aka, oyim nega siznikidan darrov ketib qoldi? Ish qilib. Bilmayman ukam. Ketaman dedilar, olib keldim. Shuncha uyda sharoit qilib qo'ydim. Muzlatgichni to'ldirib qo'ydim. Onamga nima yoqmadi bilmadim.